Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mo'min musulmon birodarlar, bizlarni yaqindan, uzoqdan kuzatib turgan, puli bilan, kuchi bilan, ovqati bilan, duosi bilan bu masjidning qurilishiga xizmat qilgan barcha azizlarimizni qilgan xizmatlarini Alloh taolo qabul qilsin. Biz muborak Rajab oyini o'rtalariga kelib, Sha'bonga yaqinlashib, hademay intiqib kutayotgan Ramazon oyiga ham kundan kunga yaqinlashib bormoqdamiz. Mana shunday ulug' ketma-ket kelgan oy, payg'ambar alayhissalatu vassalom duo qilar ekanlar Rajab oyida: "Ey Allohim, bu oyni Rajab va Sha'bonni bizlarga barakotli qilgin va bizlarni Ramazonga ham salomat yetkazgin" deb duo qilar ekanlar. Bizlar ham shu duo bilan duo qilamiz. Bu siz ko'rib turgan O'sh shahridagi Imomata mahallasida joylashgan bu qadimiy Imomata masjidini qayta qurilishiga ko'pdan ko'p yordamlaringiz, xizmatlaringiz tegdi. 5 oydan ziyod bu masjidda qurilish davom etdi. Ammo mablag' to'xtab qoldida, qurilish ishlarimiz keyingi yillarga, keyingi vaqtlarga surilib ketmasin deb biz qarzni hisobiga qurilishni davom ettirdik. Bugungi kunda mana Imomata masjidini umumiy qarzi 432.861 so'mni tuzadi. Hozir biz 9-yanvar 2026-yilda turibmiz. Ana u masjidni qurilishidan bugungi kungacha bo'lgan qisqa videolarni bu joyga mana yukladik. Ko'rib turibsiz. Va nihoyasida bugungi kundagi ayni Imomata masjidining ko'rinishini ham bir video qilib yuklab qo'ydik. Ya'ni sizlarni yuborgan pullaringiz bilan savobi otamga, onamga tegsin, opa dadamga yetsin. Men o'sha mahallani qavmiman, o'sha mahallaga otam qatnagan, men o'sha mahallani jamoatiman, o'sha masjidga men ham, meni bolalarim ham qatnaydi deb uzoq yurtlardan pul chiqarganlarga bu bir videoni ko'rsinda bir rohatlansin. Chiqargan pullar bilan qanday Allohning bayti obod bo'ldi. Boshqa o'lkadan, boshqa mamlakatlardan bo'lsa ham bu masjidga otasi kirmagan, opa dadasi kirmagan, o'zi kirmaydi, balki bolalari kirmaydi, lekin Allohning uyi bu. Qayerda bo'lmaylik, Allohning uyiga payg'ambarimizning hadisiga binoan chumchuqning uyasichalik hissasi qo'shilganga Alloh taolo jannatdan qasr barpo qilar ekan. Bu hadisga men umid qilgan holatda bu Allohning uyiga yordam qildim deb yordam qilganlar ham bu masjidni bugungi kundagi holatini ko'rib bir ko'zlari quvnasin. Qarang, bugungi kundagi masjidning ko'rinishi qanday go'zal bir holatga yetib keldi. Imomata masjidining imomi sifatida men yana takror video murojaat yo'llab siz azizlardan bu yerda M-bank nomerlarimiz turibdi, karta raqamlarimiz turibdi. M-bankda terganingizda o'sha Rahimjon deb chiqadi, Imomata masjidining mutavallisi. Bugungi kundagi shu qarzimizni yengillab qolishligida, shu qarzimizdan qutulib qolishligimizda yana siz azizlardan yordam so'rab video yo'llab turibmiz. Keyingi yilga qolgan chola ishimiz bor. U ishimiz o'sha issiqligini, to'pli polni o'rniga keltirib masjidimizni isitib olishlik va bu ginomlarni ko'rib turibsiz, eskiligi yetib uloq-buloq bo'lib, har yerlardan har xil bo'lib ketib qoldi, oralari ochiq, ba'zi joylari. Keyingi yilga Alloh nasib qilsa, salomat yetsak, shu ostini to'pli pol qilib, ustiga bir gilom solsak, bu masjid asrlar bo'yi musulmonlarga xizmat qiladi inshaalloh. Siz bilan biz bunga sababchi bo'lib qolamiz. Balki bu masjidga qilgan ehsonlarimizni unutib yuborarmiz hayotimizda. Ammo qiyomatda Allohning huzuriga borganimizda qarshimizda ulkan bir ajr savoblarni ko'rganda, nima qilgan ishim uchun, qaysi ishim uchun deb ehtimol esimizdan ham chiqib ketar. O'shanda Alloh taolo bizlarni sevintiradi. Sen falon vaqtda meni uyimni obod bo'lishligida umid qilib, mendan savob kutib bu yaxshi ishni qilgan eding deb bizni sevintiradi. Biz Allohdan kutamiz buni savobini azizlar. Shu uchun qo'limizdan kelganicha ozmi ko'pmi bir himmatimiz qilsak, hech iloji bo'lmasa shu videoni bir tanishlarimizga, do'stlarimizga yuborib,
shu masjidni bir qarzi bor ekan, shuni bir qutulib qolishligiga bir yordam berib qo'yaylik deb dalolat qilib qo'ysak, xayr ham xayr dedilar payg'ambar alayhisolatu vassalom. Dalolat ham xayr dedi. Kim bir yaxshi ishga dalolat qilsa, u ishni qilganni savobini oladi dedilar. Alloh taolo qilayotgan xizmatlarga barakot bersin azizlar. Salomat bo'linglar. Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham musulmonlarni aziz qilsin. Yer yuzida Alloh taolo musulmonlarga o'zi yordam bersin. Turli fitna, ofati, balolardan o'zi asrasin. Musofir yurtlarda yurib, shu joylarga yordamini yuborib turganlarni ham Alloh taolo o'zi panohida asrab, yurtiga, oilasini bag'riga salomat qaytarsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.